Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar va obunachilar. Hozir biz Mumtoz Optim bozoridan video qilyapmiz. Bugungi kunimiz necha bugun? Xullas bugun 15 bo'lsa kerak, 15-yanvar Mumtoz Optim bozoridan video qilyapmiz. Ayollar ko'ylaklari do'kondan video qilyapmiz. Hozir chiroyli bir narxlar bilan tanishtirib beramiz. Bunlar hozir ko'ylak halatlar ekan, tevapas. Tevada ko'ylaklar. Bizda kuryer xizmati mavjud, yuk yig'ib berish xizmati. Nomerlarimiz 33lik 309 41 87, 93lik 309 41 87 nomerlarimiz. 33lik nomerimizda Telegram bor. Telegram kanalimizga o'tsalang, Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalda kirib ishlarda bir narxlar bilan tanishsang bo'laveradi. O'z razmerlarigacha qo'yib boramiz. Bitta dona pachka savdo bo'ladi deyishyapti ekan. Lekin narxlarni aytib endi. İçkarideler olayım. Ichkaridalar Ular 150 mingdan. 150 ming, 165 ming. 165 ming. Pachka narxlari ekan. 170 ming. 170 ming, 160 ming. 160 ming, 160 ming. 140 ming. Ular 140 ming so'm ekan. Bunisi 180 ming. 180 ming ekan bunisi. Hammasi Toshkentniki yaxshisi. Toshkentda yaxshi ishlari, fabrikning ishlaridan deyishyapti. Kimni arkasizlar. 150 ming. 150 ming so'm. 160 ha? 160 ming. Ana ular bor. 160 ming. Bular 100, ha, buni qizillarmi? 165 ming. 180 ming. 180 ming. Mana tegirlik 240 ming, 250 ming. HTV'da material naturalka deyilar ekan, qimmatrog'i. Qancha deysizlar? 240 ming, 240 ming, 250 ming so'm ekan narxlari. Fabrikniy Toshkent ishlar ekan. Motivalarchi? Har xil ular. 135 ming bambu. 135 ming bambu. 30 ming. 130 ming. Bunisi 120 ming. Yo, yashil tosha 120 ming. Ular shunaqa narxlar har xil ekan. Ishlar ham nima deydi, bitta ish emas ekan, bu yerda juda ham ko'p har xil ishlardan bor ekan. Nomerini aytib o'tib ketamiz. Nomerga aloqaga chiqib bemalol dastavka qilsangiz bo'laveradi. Albatta akalarimiz hali ko'p bo'lsalar keyin dastavka qilib beradi. Bir pachka, ikki pachkaga dastavka qilib bermaydi, to'g'rimi? Beraveramiz. Bir pachkaga ham, bir pachkaga ham dastavka qilib beraveramiz deyishyapti. Nomerlariga aloqaga chiqsalar, o'zlarining Telegram kanali bo'lsa, Telegram kanaliga qo'shib qo'yadi. Xohlagan ishlaringdan tanlab chiqaraverasizlar. Nomeringiz nechi? 90lik 90lik 206 206 22 22 raqamiga aloqaga chiqinglar. Aka Gruppa qo'shib beramiz. o'zlarining Telegram gruppasi ham bor ekan. Shu nomerga aloqaga chiqsanglar, Telegram gruppasiga qo'shib qo'yadi. Bemalol xohlagan ishlaringdan zakaz bersalar bo'laveradi. Aka sog' bo'ling, charchamang.